بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Umar ibn al-Xattob roziyallohu anhu sahobalarning eng oliysi, ummatning ilhomlangani, dindagi eng shiddatlisi, vafoti bilan butun ummatni yig'latgan, islom otasi, hech kimdan qo'rqmagan, dunyodan behojat zohid bo'lgan, roziligi azizlik, g'azabi hukm bo'lgan, shayton undan qo'rqqan, islom qo'rg'oni, uning sobit ustuni, Fors va Rum saltanatini ko'targan eng katta islomiy futuhotlar egasi, ra'yini tasdiqlab, Robbisi Qur'onda oyatlar tushirilgan kishi. Alloh taolo u zotni tiliga va qalbiga haqni joylagan. Undan keyingi xalifalarning holiga voy bo'lgan. U tufayli ummat fitnalardan omonda bo'lgan. Uning iymoni bilan islom aziz bo'ldi. U kishining islomi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning duosini barakoti tufayli bo'ldi. Va bashariyat tarixida Umar ibn al-Xattob roziyallohu anhu adolat ramzi sifatida qoldi. Umar ibn al-Xattob roziyallohu anhu dek odil podshoh yer yuzida bo'lgan emas. Hatto g'arb tarixchilari yer yuzida Umardagi odil podshoh bo'lganligini hech qaysi kitoblarda keltirib o'tmaydi. Balki ular Umar ibn al-Xattobdagi odil podshoh bo'lmasligini aytishadi. Umar ibn al-Xattob roziyallohu anhu u kishi islomini birinchi bo'lib oshkor qilgan kishi. Birinchi bo'lib Amir al-Mu'minin degan laqab shu kishiga berilgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni Madinaga ko'chib borgan kunidan boshlab tarixni kitobat qildirgan kishi. Ramazon qiyomul layl namozlarini imom orqasida o'qishlikni birinchi bo'lib sunnat qilgan kishi. Masjidlarga birinchi bo'lib chiroq ilgan kishiki, Umar ibn al-Xattob o'tib ketganidan keyin Ramazon kechalarida masjidlardagi chiroqni ko'rib Ali roziyallohu anhu, "Ya Amir al-Mu'minin, ya Umar, Alloh sizni qabringizni munavvar qilsin" deb duo qiladi. Birinchi bo'lib ummatni, ra'iyatni holidan xabar olishlik uchun ko'chalarni kezib yurgan xalifa. Bu kishi 80 darrani birinchi bo'lib joriy qilgan kishi. Bu kishi qullar bozorida farzandlarini onalaridan ajratib sotishlikni bekor qilgan kishi. Bu kishi janozani 4 takbirga birinchi bo'lib jamlagan kishi. Bu kishi birinchi bo'lib devonni barpo qilgan kishi. Bu zot Qur'onni kitob suratiga keltirishlikda fikrini birinchi o'rtaga tashlagan zot. Bu kishi haqida aytishar edi. Sizlarni qilishingizdan ko'ra Umarni darrasdan ko'proq qo'rqamiz derdi ummatlar. Amirlarni qilishidan ko'ra Umar ibn Xattobning darrasidan ular ko'proq haybatlanishar edi. Birinchi bo'lib Abu Bakrga bay'at bergan kishi va birinchi bo'lib maqom Ibrohimdan namoz o'qishlikni musulmonlarga taklif qilgan kishi. Bu kishi Umar ibn al-Xattob roziyallohu anhu. Umar ibn al-Xattob roziyallohu anhu u zotning nasl nasablari. Umar ibn al-Xattob ibn Nufayl ibn Abdul Uzza ibn Royah ibn Abdullah ibn Qurt ibn Rozih ibn Adi ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn G'olib ibn Quraysh.